Hech qanday ximikatlarsiz tabiiy usulda kalsiylarga boy tvorog tayyorlaymiz. Aynan vrachlar ham hozir uyda tayyorlangan tvorogni tavsiya qilishmoqda. Qozonchamizga 1 litr sut solib, qaynab chiqqach 1 litr qatiqni solamiz. Gazimiz o'rtacha balandlikda bo'lishi kerak. Endi esa atrofidan zardob ajrab chiqishini kutamiz. Agar chetidan zardob emas, sut ko'rinsa, demak tayyor bo'lmagan bo'ladi. Aslo qattiq qaynatib yubormang. Qozonimiz aylanasiga biqillab qaynagani ko'rinsa, keyin gazni tagini o'chiramiz. Men har doim kechasi tayyorlab ertalabgacha sovutishga qo'yaman. Yaxshi to'liq sovigan tvorogni sitadan o'tkazib olamiz. Albatta, katta yo kichkina hammaga kalsiyga kerak deb hisoblayman. Bu retseptim esa juda ham oson hamda foydali. Albatta siz ham foydalanib ko'ring, yaqinlaringizga ulashing hamda like bosib izohlaringizni qoldiring.